Blin. Voy iflos qani yo'limga chiqib to'rimizni bosganini. Yomon urdi. Yomon qildi-yu, bilet tushaylik-chi. To'xtab o'tar, o'zim chiqaman. Ko'zga qarab haydasiz bo'lmaydimi? Mamni qilganini qara o'rtoq, billa. Ayol kishiga ham beradimi mashinani? Bolalar nima qilyapsizlar? Mashina kelyapti-ku, ko'rmayapsizlarmi? Menga qarang aka. Rulda kim o'tiribdi, nesi tushib gapiryapsiz bu yoki egasini o'zi tutsin, o'zi bilan gaplashamiz. O'rtoq, bunaqa xotinchasiga mashina olib berib olib, oldida o'tirib kayf qilib yurgisi keladi-da. Menga qaragin ey polvon. Zamon ko'targanda chatonog'ingdan ilib qo'ygan bo'lardim o'sha. Aralashmagin deb bor mashinada o'tir. Polvon qilmang-da, mana temani hal qilsangchi, bizga vashini interesini kim kelayotgani mashinada tushunyapsizmi? Mana buni qarang, chaqib tashlaganingizni biladi. Kim qiladi buni? Adasi, shular bilan talashib o'tirmasangizchi, bir ikkisimini bering, ketamiz. Aka, siz aqlingiz yetmayotganga xotiningiz aqli yetyapti. Davay hal qilaylik. Ukam, xohlasam mana ishingni bir deganda hal qilib qo'yaman. Shundoq telefon qilaman, kerak bo'lsa olib ketib kech payt uyga tashlab ketishadi. Prostachi erkak bo'llaring. Anta oilasi bilan kelayotgan odamni pervis streshni tushib olib bunaqa va qilib patavatsa qilmaydi. Tushundingmi ukam? Nech pul turadi mashina? Menmi yetadimi? Shular